WhatsApp bolalar, qizlar nega videoimni ko'rib turib like bosmaysizlar? Bo'ldi, visyo. Bugundan boshlab videoimni ko'rib turib like bosmagan odamni basharasiga tupurdim. Shuning uchun bitta like'ni jalqa qilmanglar. WhatsApp nega bolalar, qizlar bugungi videoda o'zimga yoqadigan imperiyamni xalqlagan narsamni quraman, короче, sizlar ko'rasizlar, bo'ldi, tugadi. Давайте mana uni 2012lar sizlarga mana bunaqa cho'tki sit bor. Bemalol o'ynayverishingiz mumkin. Oppa, cho'tki joyda spawn bo'lamizda. Keyin tog'ning ustida qishloq chiqib keladi. Bir 16 ta esingizdan chiqarmanglar. Mana bu yerda ekan qishloq. Shu qishloqqa borib kelamiz. Hech qisi yo'q. Qishloqdagi hamma narsalarni olib bemalol yuraveramiz. Hop. Bo'ldi. Toki uyim ham yo'q. To'xtanglar, mana uy cho'tki ekan. Menga yo'q qoldi. Balki shu uyni tanlab olamiz. Yo'qol, nima bo'lgan senga? Bo'ldi. Cho'tki joy ekanda. Shu yerga o'rnalashib olsak bo'ldi. Tayyor cho'tki turibdi. Bu ham yemadi. Hoppa. Yemadi. Kelinglar, mana bu yerga qo'yamiz. Hoppa. Cho'tki turdi-da, qarang. Va bizlar daraxt chopishga kirishamiz. Buni ham chopib olamiz. Kelinglar, mana bu uyni ichini ko'rib chiqamiz. Hoppa. Och sandiqni va mana bundan boshqa hech narsa yo'q. Kelinglar, o'zimizga oltin tish qo'ydirib olamiz. Endi bu yerdan yuqoriga chiqib olamiz. What? Bo'ldi. Endi shitellarga hech narsa bermaymiz. Uyimizga kirib olamiz. Aytgancha men daraxt chopishga ketgandim-ku. Daraxt chopmadi. Minecraft o'ynab serikib ketdingizmi? Unda battar bo'linglar. Tovuq kelyapti. Assalomu alaykum. Yo'q, sen yeysanmi? Keyingi qismini chiqishni xohlamaysizlarmi? Unda keyingi qismni kutib qolinglar.